Qo'qon shahrida shifokor bemorning yaqinlari tomonidan kaltaklandi. Voqea esa shahardagi xususiy tibbiyot muassasalaridan birida sodir bo'lgan. Kirgan, ochilib olib kelgan, tushirgan, ichkarida masalan temir yo'l narsalar kerak bo'ladigan, u ag'da ayolini tayyor turib, u kirgan. Endi masini yotqizdiradi, tos suyagini to'g'rilaydi meditsinada. Endi shunaqasida rashk qilib ayollarini beli og'riganligi uchun bizga tekshirtirgan, MRT tekshiruviga olib kelishgan. 5 daqiqadan keyin xonaga kirdim. Xonaga kirgandan keyin eshikni taqillatib kirmadingiz degan nima bilan rashk qilish haligi nimasi bo'ldi. Keyin bemorni stolga chiqarib apparatimizga yotqizdik. Yotqizish jarayonida biz o'sha belning boshlanishi, tos suyagini tugash qismiga barmog'imizni qo'yib, o'sha aniqlik kiritib olamiz, apparatga to'g'ri yotdimi, yo'qmi. O'sha ishni vazifani bajarib turganimizda yana mojaro kelib chiqdi. Keyin men uni qo'lim bilan nima qilmasam, apparatga to'g'ri yotdi yo yotmadi, unisini bilmaymiz. Nimamiz, syomkalarimiz xato chiqib qolishi mumkin. Undan keyin bir 2 soatlardan keyin yana o'rtoqlari bilan qaytib kelib, tashqariga chaqirishdi. Endi gapni borish kerak, endi to'g'ri hali nima qilamiz kerak desam, keyin tashqarida tortishdik. Mendan kechirim so'raysiz, bunday deyishdi. Yo'q, men xizmatdor vazifamni bajaryapman dedim. Haligi vesti hisobiga yiqilib tushgan nimalarim bor kadrda. Haligi tekkanni his qilganim, nima qilganim yo'q. 2 yildan oshiq muddatda ishlayman bu yerda. Endi bizda bu holatlar bo'lib turadi. Biz o'z xizmat vazifamizdan chiqmagan holatda o'z xizmatimizni olib boramiz. Bunaqangi tibbiyot haligi jins tanlash nimalari yo'q degan nimadan.